O'sha hamma qarsillatib yeyotgan korpusni deserti tayyorlaymiz. Slivkani to'rdan bir qismini ozgina gazda qizdirib olib, unga jelatin va shokolad solib eritib olamiz. Tayyor bo'lgan massani qolgan slivkamizga aralashtirib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Tayyor kremni konditor qopchasiga solib, uyingizda bor qolipdan foydalansanglar bo'ladi. Men malinaning qolipidan foydalandim. Orasiga muzlatilgan malina soldim. Keyin qolgan kremni solib, yaxshilab tekislab chiqiladi. Qolip shunaqa silkitib, taglaridagi bo'sh joylarni to'ldirib olamiz. Keyin muzlatgichga 2-3 soatga qo'yib qo'yamiz. Shunaqa chiroyli malinalar tayyor bo'ladi. Keyin shokoladga ozgina yog' solib, suv bog'ida eritib olamiz. Erigan shokoladga xohishga ko'ra rang aralashtirib, tayyor bo'lgan malinalarni birin-ketinlikda botirib chiqamiz. Mana ko'rinishidan qiyin, lekin tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan korpusli desertimiz tayyor bo'ldi. Endi bu desertni xona haroratida ozgina qoldirib, shunaqa qarsillatib yesak bo'ladi. Menga obuna bo'lishni unutmang, bundanda manfaatli videolarni sizlar bilan bo'lishaman.